Farg'ona shahar, Farg'ona MFI, Qashqar ko'chasi 120-uyda olib borilayotgan qurilish jarayonida 5 qavatli ko'p xonadonli turar joy binosi qurilishini davlat nazorati mutaxassisi sifatida joyiga kelib monitoring ishlarini olib borganimda quyidagi kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligi aniq bo'ldi. Kamchiliklarimiz shundan iboratki, loyihadan chetga chiqqan holatlar aniqlanib, loyihada rigel temir beton ishlarini tortiq rigellarini quymasdan, joyida bajarmasdan ish olib borilayotganligi aniqlandi. Bu ishlar yuzasidan men qurilish obyektining rahbari, ichki nazoratchisi, texnik nazoratchisi, mualliflik nazoratchisini jalb qilgan holatda tegishli tartibda yozma ko'rsatmalar elektron platformamiz orqali berdim. Demontaj ishlari olib borilib, loyiha asosida qayta bajarilishini inspeksiya tomonidan doimiy nazorat ishlari olib borildi.